Assalomu alaykum. Hop, yangi darsimiz Unit 134, 134-bob. 134-bobimiz o'tgan mavzuyimiz davomi verb plus preposition, ya'ni o'sha fe'llarga qo'shiladigan predikatlar. Fe'llar bilan birga keladigan, fe'llarning ketidan birga kelib tabiiy holatda ishlatiladigan predikatlar. Hop, bulardan mana about bilan of, ya'ni about bilan of, ya'ni about va of bilan birga keladigan fe'llar. Hop, birinchisi part A, hear about. Ko'rasizlar, hear bilan 3 ta predikat kelyapti. Hear about, hear of, hear from. Demak, uchalasi 3 xil ma'noda. Agarda biz hear about deydigan bo'lsak, buni ma'nosi asosan dan xabar topmoq degan ma'noda keladi. Be told about something deyapti-ku, biror narsa haqida gapirilmoq, unga aytilmoq. Ya'ni o'sha hear about dan xabar topmoq degan ma'noda, yoki bo'lmasam biror narsaning xabarini bilmoq yoki biror narsadan xabari bo'lmoq degan ma'noda ishlatiladi. Xo'p, misol uchun mana did you hear about the fire at the hotel? Mehmonxonadagi mana bu yong'indan xabar topdingmi degan. Mehmonxonadagi yong'indan xabar topdingmi? Mehmonxonadagi yong'indan xabaring bo'ldimi degan. Keyingisi hear of bo'ladigan bo'lsa, bu know that somebody or something exists. Ya'ni biror kimsa, biror inson, biror odamda yoki biror narsani mavjud ekanligini bilmoq. Ya'ni xullas bir til bilan aytganda, hop, haqida eshitmoq degani. Buni ma'nosi haqida eshitmoq deb tarjima qilamiz. Biror narsa haqida yoki ni eshitmoq, bilmoq. Hop, misol uchun mana who is Tom Hart? Tom Hart kim deyapti? I have no idea. Bilmadim. I have never heard of him. Ya'ni men u haqida eshitmaganman degani. Haqida eshitmoq mana. Endi haqiqatda mana shunda eshitilyapti. Haqida eshitmoq. Men u haqida eshitmaganman degani. Hop, mana not heard from him. Ko'ryapsizlar? From him deb ishlatilmaydi. Heard of him deb ishlatiladi. Hop, ya'ni umringizda biror narsani eshitganmisiz, eshitmaganmisiz yoki o'sha narsada ma'lumotingiz bormi? O'sha hear of deb ishlatiladi. Hop, endi keyingisi hear from degani bu be in contact with somebody. Kim bilandir aloqada bo'lmoq. Ya'ni hear from degani biror kimsadan, biror odamdan xat yoki xabar olmoq degani. Misol uchun ukangiz yoki akangiz yoki masalan biror qarindoshingiz chetga yoki boshqa joyga ketadigan bo'lsa, uzoqqa ketsa, ota-onangiz sizdan so'raydiki, akangdan xabar oldingmi? Ukangdan xabar oldingmi? Ukangdan xat xabar oldingmi deydi-ku. O'sha narsada hear from deb ishlatiladi. Misol uchun aytilyaptiki, have you heard from Jane recently? Oxirgi paytlarda, so'nggi paytlarda Janedan xabar oldingmi deyapti. Janedan xabar oldingmi? Ya'ni Jane senga xabar berdimi degan ma'noda. Hop, keyingisi yes, she called me a few days ago. Ha, u menga bir necha kun oldin qo'ng'iroq qilgandi deyapti. Keyingisi part B, think about something. Think about something ni biror narsa haqida o'ylab ko'rmoq degan. Mana consider it yoki concentrate your mind on it. Ya'ni o'sha narsaga siz fikringizni jalb qilmoq, fikringizni qaratmoq, diqqatingizni qaratmoq degan ma'noda deyapti. Ya'ni o'sha think about something degan biror narsa haqida o'ylab ko'rmoq degan. I've thought about what you said and I have decided to take your advice. Hop, aytayaptiki, men aytgan narsa haqida o'ylab ko'rdim va sizni maslahatingizni olishlikka qaror qildim deyapti. Hop, ko'ryapsizlar? Thought about, think about, haqida o'ylamoq. Hop, keyingisi will you lend me the money? Menga o'sha pulni qarzga berib turasanmi deyapti. I'll think about it. U haqida o'ylab ko'raman. Hop, endi keyingisi think of bo'ladigan bo'lsa, think of something bo'ladigan bo'lsa, o'sha biror narsani o'ylab topmoq degan ma'noda bo'ladi. O'ylab topmoq, biror nimani o'ylab topmoq, o'ylab chiqarmoq degan ma'noda bo'ladi. Ni o'ylab topmoq, ni o'ylab chiqarmoq degani. Hop, aytayaptiki, it was my idea. Demak, u meni fikrim edi deyapti. U meni g'oyam edi. I thought of it first. Ya'ni birinchi bo'lib men uni o'ylab chiqardim deyapti. Men uni o'ylab topdim degani. Mana produce an idea deyapti-ku. Fikrni, g'oyani o'ylab topmoq deyapti. Fikr, g'oyani o'sha hosil qilmoq deganda bu. Ya'ni birinchi bo'lib men uni o'yladim deyapsiz. Birinchi bo'lib men uni o'yladim, o'ylab topdim degani. Hop, I felt embarrassed. Demak, men uyalib qoldim. Men uyalib ketdim. I couldn't think of anything to say. Biror narsa haqida, ya'ni biror narsani aytishlikka, biror narsa haqida o'ylab topolmadim deyapti. Aytishlikka biror narsani o'ylab topolmadim degan. Hop. Endi bu yerda o'sha diqqatli nuqtasi we also use think of when we ask for or give an opinion. Ya'ni biz biror narsani so'raganimizda yoki bo'lmasam birorta fikr berganimizda think of da ham ishlatishimiz mumkin deyapman. What did you think of the movie? Ya'ni kino haqida nima deb o'ylaysiz deyapti. Kino haqida fikringiz qanday bo'ldi degani bu. Kino haqida, kino bo'yicha fikringiz qanday bo'ldi deyapti.
I didn't think much of it. Ya'ni u haqda ko'p o'ylab ko'rmabman deyapti. U haqda ko'p fikr yuritib ko'rmabman deyapti. I didn't like it much. Ya'ni u menga ko'p yoqmagandi deyapti mana. Xo'p, endi ya'ni muhim nuqtasi mana bu. Sometimes the difference is very small and you can use of or about. Ya'ni ba'zan deyapti o'sha farq, ya'ni of da ishlatamanmi yoki about da ishlatamanmi degan sizda o'sha tushunmovchilik paydo bo'ladigan bo'lsa, aynan shu narsaga yechim aytishyaptiki, ba'zan farq o'ta kam bo'ladi deyapti. Juda ham kichik bo'ladi. O'shaning uchun siz of da ham about da ham ishlashingiz mumkin deyapti. Xo'p, when I'm alone, I often think of you. Yoki bo'lmasa about you. Ya'ni yolg'iz bo'lganimda, yolg'iz qolganimda ko'proq sen haqingda o'ylayman deyapti. Xo'p. You can say think of yoki bo'lmasa think about doing something for possible future actions. Ya'ni o'sha aytayaptiki think of yoki think about kelajakda sodir bo'ladigan ehtimoliy ishlar uchun ishlashingiz, qo'llashingiz mumkin. My sister is thinking of going to Canada. Yoki bo'lmasa my sister is thinking of going back thinking about going to Canada deb aytishingiz mumkin. Ya'ni singlim o'sha Kanadaga borish haqida, Kanadaga borish bo'yicha, Kanadaga borish xususida o'ylab yuribdi degani. Hop, keyingisi dream about. Dream about ma'nosi when you are asleep deyapti, ko'rasizlar? Ya'ni uyqudaningizda deyapti. Ya'ni ne tush ko'rmoq degani. Ne tush ko'rmoq. Ya'ni yoki ne tushida ko'rmoq degani. Dream about. Ne tushida ko'rmoq. I dreamt about you last night. Demak, kecha payt men seni tushimda ko'ribman degani. Hop, endi keyingi ma'nosi dream of bilan kelsa yoki ya'ni about bilan kelsa, bu being something yoki doing something, ya'ni imagine degan ma'noda. Ya'ni ne orzu qilmoq degan ma'noda ishlatiladi. Ne orzu qilmoq. Dreamdagi of yoki dreamdagi about ishlatilsa, bu biror nimani orzu qilmoq degan ma'noda ishlatiladi. Mana. Do you dream of being rich and famous? Ya'ni boy bo'lib mashhur bo'lish bo'yicha, ya'ni boy bo'lib mashhur bo'lishni orzu qilasanmi deyapti. Endi bu yerdagi ma'nosi o'sha of da ma'nosi ne degan ma'noda kelyapti. Boy bo'lib mashhur bo'lishni orzu qilasanmi deb aytyapti. Yoki do you dream about being rich and famous desiz ham bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi mana bu aynan ibora wouldn't dream of degani. Mana wouldn't dream of iborasi uni tasavvur ham qilmayman degan ma'noda ishlatiladi. Tasavvur ham qilmayman degani. Xo'p, mana I wouldn't dream of doing something yoki I would never do it. Ya'ni umuman tasavvur qilmagan, ya'ni o'sha narsani umuman qilmagan bo'lardim degan ma'noda, ya'ni tasavvur ham qilmayman, tasavvurimga ham, hayolimga ham keltirmayman degan ma'noda tarjima qilinadi. Don't tell anyone what I said. Xo'p, aytgan gapimni, gapirgan gapimni, aytgan gapimni birovga aytib yurmagin, hech kimga aytib yurmagin deyapti. No, I wouldn't dream of it. Ya'ni uni o'zi so'zimiz tarjimasi uni orzu ham qilmayman degan. Orzu ham qilmagan bo'lardim degani. Lekin biz o'zbek tiliga unaqa deb tarjima qilamiz. Hayolimga ham kelmaydi deymizki, o'sha narsa. Hayolimga ham keltirmayman degan. Hop. Keyingisi part deb complain to somebody about. Ya'ni o'sha biror kimga, biror shaxsga, biror insonga about biror nima bo'yicha yoki biror nimadan shikoyat qilmoq degan. Shikoyat qilmoq, arz qilmoq degani. Mana aytayaptiki, o'sha mana say that you are not satisfied. Ya'ni siz o'sha biror narsadan qoniqmaganingizda, biror narsadan mamnun bo'lmaganingizda, biz o'sha birorta xizmatdan, birorta servisdan, yoki sizga ko'rsatilgan birorta bir muomaladan ko'nglingiz to'lmaganda, o'shanda shikoyat qilmoqchi bo'lsangiz yoki arz qilmoqchi bo'lsangiz, o'shanda complain to somebody about deb ishlatasiz. Ya'ni biror narsa bo'yicha yoki biror kim bo'yicha, biror kimga shikoyat yoki arz qilmoq degani. We complained to the manager of the restaurant about the food. Demak, biz ovqatdan, taomdan restoranning menejeriga shikoyat qildik deyapti. Hop, keyingisi complain of a pain and illness va hokazo. Say that you have a pain, it's va hokazo. Ya'ni o'sha sizda bo'lgan og'riq yoki kasallikdan o'sha nolib turib gapirmoqchi bo'lsangiz, o'shanda complain of deb ishlatiladi. Complain of. Endi qaranglar, mana bu joyda o'sha sizga ko'rsatilgan servis birorta xizmatdan bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda endi aynan o'sha sizdagi bor bo'lgan servis beringiz emas, sizda o'zingizda boshdan kechirayotgan, ya'ni o'sha sizda o'zingizda bor bir sharoitlardan o'sha nolish boshqa bo'ladigan bo'lsa, shunda complain of deb ishlatiladi. Ya'ni o'sha kasallikdan nolimoq yoki kasallikdan shikoyat qilmoq degan ma'noda. Hop, we called the doctor because George was complaining of a pain in his stomach. Ya'ni aytayaptiki, biz doktor chaqirdik chunki George oshqozonidagi og'riqdan shikoyat qilayotganini deyapti. Hop. Keyingisi remind part E. Remind somebody about yoki tell somebody not to forget. Ya'ni xullas demak, remind somebody about bilan ishlatilsa, bu kimgadir biror nimani eslatib qo'ymoq degani. Ya'ni mana bu joydagi about ma'nosi ham ne bo'lishligi mumkin
ni yoki bo'lmasa o'sha haqida bo'yicha desa ham bo'ladi. Ya'ni ko'proq o'sha ni degan ma'noda. Biror kimga, biror odamga ni eslatib qo'yma degan. Eslatib, esiga solib qo'ymoq. Menga shu narsani esimga solib qo'ygin deb aytamizki, o'sha narsa. Esiga solib qo'ymoq yoki eslatib qo'yma degan. It's good you reminded me about the meeting. I had completely forgotten about it. Ya'ni aytayaptiki, hop. Menga mana bu majlisni eslatib qo'yganing, majlisni esimga solib qo'yganing yaxshi bo'ldi. Hop, men to'liq, batamom, butkul esimdan chiqargan ekanman deyapti uni. Tushunarlimi? Demak, mana bu yerdagi about ma'nosi ni degan ma'noda qo'llanilyapti. Endi agar remind of bilan keladigan bo'lsa, bu kimnidir, ya'ni biror narsani esingizga solmoq bo'ladi. Qaysi ma'noda esingizga solmoq? Hop, ya'ni o'sha biror narsani sizga eslatmoq ma'nosida. Hop, misol uchun sizga ba'zi bir joylar kimnidir eslatadi yoki nimanidir eslatadi. O'shandek ma'nosida, o'sha ma'noda bo'ladi. Bu esingizga solib qo'ymoq bo'ladigan bo'lsa, bu ham esingizga solmoq, lekin o'sha eslatish ma'nosida. O'sha narsani ko'rib turib yoki biror narsani eshitib, siz eslaysizki, ha, mana qadam boshingizdan o'tkazgan kechimlar va hokazo. O'sha ma'noda eslatmoq bo'ladi. Hop. This house reminds me of the one I lived in when I was a child. Aytayapti, bu uy menga men yoshligimda yashagan uyni eslatadi deyapti. Yoshligimda yashagan uyni eslatadi deyapti. Hop, eslatadi. Ya'ni o'sha xotirlatadi deganida, xotirasiga olib keladi degani. Hop, look at this photograph of Richard. Who does he remind you of? Demak, Richardning bu rasmiga qaragin-da deyapti. U senga kimni eslatadi deyapti. U senga kimni eslatyapti desa ham bo'ladi. Tushunarlimi? Farq shunda. Xo'p, bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Inshaalloh bu mavzuyimiz ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Kelasi darsda, kelasi mavzuda ko'rishguncha salomat bo'linglar deb qolaman.